Koreyadan O'zbekistonga mashina olishda mashina qanday tekshiriladi va hujjatlar qanday tayyorlanadi, narxlari, bu savollar albatta bo'lishi tabiiy. Bu videoda sizga aynan shu jarayonni qisqacha tushuntirib o'tamiz. Mashinani sotib olishdan oldin qanday tekshiramiz? Motordan tortib umumiy holatigacha nimalarga qaraymiz va undan keyin hujjatlar qanday tayyorlanadi? Hammasini batafsil tushuntirib boramiz. Kia K8 Koreyada eng ko'p so'raladigan sedanlardan biri. Keling ko'rib chiqamiz. 2.5 motor, передний привод, Nobles Light komplektatsiyada, rangi oq va holati juda ham zo'r turibdi. Oldi faralari ko'rinishi a'lo darajada. Ichki tomonni tekshiramiz. Bismillah. Salon qora rangda, deravenda ishlatilgan. Salon kojalari juda zo'r holatda turibdi. Ko'rishingiz mumkin, 122 ming probegda. Shayba va bu yerda 12 vatlik zaryadchik uchun joy. Bismillah, orqa tarafini tekshiramiz. Orqa taraf kojasi ham zo'r holatda saqlangan. Mashinamiz inshaalloh tayyor. Bismillah. Narxi $16,000 atrofida. Keyingi mashinamiz bu oila uchun eng ko'p so'raladigan SUVlardan biri Kia Sorento. Koreya bozori uchun chiqarilgan, shu sababli holati va komplektatsiyasi ancha yaxshi. Keling ko'rib chiqamiz. Kia Sorento Prestige komplektatsiyada 4-pokoleniya, gibrid, 1.6 motor, передний привод. Mashinamizning holati zo'r turibdi. Siniy rangda. Ichki holatini ko'ramiz. Bismillah. Bu yerda deravenda ishlatilgan, salon rangi oq rangda turibdi. 2021-yil 3-oyda ishlab chiqarilgan. Obligrovkasi 101 km probegda. Abduf Abagrev Hop Drive mod, Sport, Eco va Smart modlarda bor. Ключimiz ikkita. Orqa tarafi kojalari zo'r holatda turibdi. Orqa tarafini ko'ramiz. Ko'rinib turibdiki, bagajning qismi ham anchagina keng. Bu mashinamizning Koreyadagi narxi $18,300. Motor qismini tekshiramiz. Mashina tashqi tomondan chiroyli bo'lishi mumkin, lekin motor muammoli bo'lsa, hammasi bekor. Chunki mashinada eng muhim joy bilamizki, bu albatta motor. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, shlanglar, simlar, yog' izi va motor tovushi yaxshi holatda. Agar muammo bo'lsa, baribir bu tezda bilinadi. Bu mashina Koreyada tekshiruvdan o'tgan, motor holati toza, ortiqcha shovqin yo'q, ishga tushishi ham juda ham zo'r. Biz har bir mashinani eksport qilishimizdan oldin albatta uni tekshiramiz, tekshiruvsiz chiqarilmaydi. Mana mashinamizni haydab ko'ryapmiz, holati zo'r, yurishlari kapi yo'q. Mashinani sotib olish bu ishning yarmi, muhimi esa albatta uni qanday holatda mijozimizga topshirish. Bu Kia Sorento mijozimiz uchun sotib olindi. Endi esa eksport qilishimizdan oldin, jo'natishimizdan oldin motor va transmissiya moylarini almashtirmoqdamiz. Mijoz mashinaga minishga o'tirganida texnik tomondan xotirjam bo'lishi kerak. Bu xarajat emas, bu mas'uliyat. Moy almashtirish jarayonidamiz. Ranglarini ko'rsak. Mashinamizda moya, transmissiyani, filtri hammasi almashtirildi. Mashinamiz tayyor. Nomerlarini yechdik. Marzo qilishga, bugun dokumentlarni taxlash kerak. Inshaalloh chiqib ketish kerak.
ertaga Vladivostokka qarab yo'l olish kerak. Shuning uchun dokumentlarni iloji boricha bugun tayyorlaymiz inshaalloh. Mana dokument qilyapmiz. Marso chiqadi inshaalloh. Alhamdulillah, mashinalarni jikladik. Bu yerda ham mashinamiz bor. Bu yerda ham mashinamiz bor. Alhamdulillah chiqib ketyapti. Xudo xolasa egalariga yetib boradi.